Yo'q, biz haqimizda kim qanday o'ylaydi, uni o'zi biladi, uni bizga qizig'i yo'q. Biz shu paytgacha birorta odamga munosabat bildirib chiqmaganmiz va bundan keyin ham munosabat bildirmaymiz. Xoh ijtimoiy tarmoqda, xoh videoda, xoh bir tanqid ma'nosida. Chunki biz o'zimiz yo'limiz bor, biz o'zimiz maqsadimiz bor. Agar duch kelgan tanqidlarga, duch kelgan malomatlarga, duch kelgan g'iybatlarga, yo'ldagi bir hasharot, hayvonotlar bilan ovora bo'layotgan bo'lsak, manzildan qolib ketamiz. O'ziga to'g'ri odam hech qachon o'zini oqlashga harakat qilmaydi. Oppoq qog'oz, nomi bilan oppoq qog'oz. O'zini oqlashga harakat qilib, to'palan qilib, hammani o'ziga qaratayotgan odamni men bilmayman. Bu meni shaxsiy qadriyatim. Shuning uchun har duch kelgan tanqidlarga, malomatlarga qaraydigan bo'lsangiz, maqsaddan qolib ketasiz. Tanqid qilayotganlar, g'iybat qilayotganlar demak orqadagi odamlar. Oldida bo'lganda oldingizdan chiqardi.